Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz empirik tadqiqot usuli bo'lib hisoblanadi. Bunda rejamiz empirik tadqiqot o'zi nima, ya'ni uning mohiyati haqida. Ikkinchi rejamiz empirik metodlar va ularning turlari. Uchinchi rejamiz esa ilmiy tadqiqot jarayonida empirik ma'lumotlar. Empirik tadqiqot nima? Empirik tadqiqot usuli bu ilmiy kuzatuv va tajriba orqali fakt va ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish orqali jarayon bo'lib hisoblanadi. Bu usul tabiiy va ijtimoiy fanlarni keng qo'llaniladi. Empirik tadqiqotning asosiy maqsadi aniq, o'lchovli va ta'sirchan ma'lumotlarga ega bo'lish. Tadqiqotchilar kuzatish, eksperimental tahlil va sinovlar orqali faktlar va ma'lumotlarni yig'ib, ularni statistik usullar orqali qayta ishlaydilar va bu usul natijasida olinadigan ma'lumotlar ilmiy gipotezalarni tekshirish va yangi bilimlarni yaratishga asos bo'ladigan usul bo'lib hisoblanadi. Empirik tadqiqotda asosan nazariy tadqiqotlarga nisbatan ko'proq amaliyotga yaqin va konkret natijalar ko'zda tutiladi. Empirik metodlar ilmiy tadqiqotda kuzatish, tajriba va amaliy sinovlar uchun olingan ma'lumotlarga asoslanadi. Ushbu yondashuv obyektiv va ishonchli natijalarni berish bilan ahamiyatli bo'lib hisoblanadi. Empirik tadqiqot turlari asosan quyidagilardan iborat: kuzatish orqali tadqiqot, laboratoriya va tajribalari hamda statistik tahlil. Kuzatishlar tabiiy sharoitlarni subyektiv tahlil qilish imkonini beradi. Laboratoriya natijalari esa nazoratli sharoitlarda o'zgaruvchanlikni sinashga imkon yaratadi. Ma'lumotlarni yig'ish usullari. Empirik tadqiqot usuli ma'lumot yig'ishda kuzatish, tajriba, so'rov va hujjatlarni tahlil qilish kabi usullarga tayanadi. Kuzatish usuli tadqiqotga nisbatan mohiyatning tabiiy sharoitdagi xatti-harakatlarni o'rganish imkoniyatini beradi. Tajriba usulida muayyan sharoitlarda muayyan ravishda yaratiladi va o'zgaruvchilar o'rganiladi. So'rov usuli orqali intervyu, anketalar, subyektlardan to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar olishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Empirik tadqiqot usuli asosan 1610-yilda Galileo tomonidan teleskop yordamida amalga oshirilgan ilmiy kuzatishlar boshlanib, ilmiy fan asosiga aylanib bormoqda. Ko'pincha, masalan, maktab o'quvchilarining sinfdagi xulq-atvorini kuzatish, ularda odatda sifatli va miqdoriy tahlil uchun asos bo'lishi mumkin bo'lib hisoblanadi. Empirik tadqiqot usulida ilmiy kuzatishlar va tajribalarga asoslangan ma'lumotlarni yig'ish jarayoni bo'lib, bu usul 7 bosqichdan iborat: ma'lumotlarni aniqlash, nazariya asoslash, gipoteza tuzish, tadqiqot rejasini aniqlash, ma'lumotlar yig'ish, yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilish va natija va xulosalar ishlab chiqishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, statistik ma'lumotlarni ham empirik metodlarga usulga asoslanishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Bu statistik ma'lumotlarning ahamiyati ham empirik kuzatish orqali tadqiqotlarni kuzatishi mumkin bo'lib hisoblanadi. Empirik tadqiqot usuli natijalarni vizualizatsiya qilish orqali ma'lumotlarni tushunishni osonlashtiradi. Grafiklar, diagrammalar, jadval shakllari ma'lumotlar to'plamining asosiy xususiyatlarini ochib beradi va tahlil qilish imkoniyatini oshiradi. Tadqiqot rejasini tuzishda ham empirik tadqiqot usullari orqali mavzuni aniqlashtirish, ma'lumotlar to'plash va rejasi tuziladi. Reja asosida esa ma'lumotlar to'planadi va maqsad amalga oshirilganda natija va xulosalar orqali olib boriladi. Empirik tadqiqot usulida natijalarni 75%ni natijalar kuzatib olishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Bugungi slaydimiz shunday bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.